Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bizga yana Monster skuterimiz yetib keldi. Yangilangan versiyasi, yana 2-3 ta plus narsalar bor. Birinchisi mana oldidagi farasi oldinga nisbatan ancha katta, yaxshi yoritadi. Ham zashitniklari bor oldida, ham qotirilgan joylari boshqacha. Oldingilardagi bitta bo'lardi, sinib ketardi yurganda. Hozir ancha chiroyli chiqibdi, ham mustahkam. Xudo xolasa. Arqa bagajlarimiz ham yangilangan nimada? Sonda bunday qilinadi. Xo'p, sumkani qo'yganda bu sumkani qisib qoladi. Bu bir. Yana buni plus tomoni mana akkumulyator ham yerda ketaveradi. Oldingi bagajlarda misol mana joyi yo'q edi, mana bularga joy qilingan. Keyin xo'p, mana noshkasi ham ancha baquvvat noshka qo'yilgan. Unchaga sinib, bo'shab ketmaydi. Xudo xolasa. Shunaqa skuterlarimiz yetib keldi. Kimga kerak aloqaga chiqarsizlar. Manzilimiz o'sha Sergeli xonobodda joylashganmiz. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Xo'p, akkumulyator 60 ga 28 amperlik, motor miya 500 vatt. Xudo xolasa kelaverasizlar hurmatli obunachilar.